do'konni yangi ochgan bo'lsam ham, o'z rasxodlarim ko'p demasdan, reklamaga ko'proq e'tibor qaratib, bukva qildiraman. Sababi brendim boshqalarnikidan yaxshigina ajralib turishi kerak. Do'konni yangi ochdim, hozir rasxodlarim juda ham ko'p. O'shaning uchun reklamani sal ozroqdan qo'yib turaman. Keyin sal ishlar yurishib ketgandan keyin yaxshiroq almashtirib qo'yaman. Endi bukva qildirar ekanman deb, arzon, qulayini qidirmasdan, sifatli, uzoq yil xizmat qiladigan va albatta dizayni yaqqol ajrab turadiganini tanlashim kerak bo'ldi. Endi именно bukva zakaz qiladigan bo'lsam ham, eng arzon, eng qulayini deb zakaz qilaman. Qanaqa bo'lsa ham, hammasi ham bir go'rda. Zato bukva bo'ladi. Nima, bir umrlik bo'ladi. Men razmerlarni o'lchashim ham kerak emas. Dizayn haqida umuman boshqa turishni ham xohlamayman. O'zlari kelib, razmerlarni o'lchab, menga yoqadigan va mos keladigan variantlarni taklif qilishlari kerak bo'ladi. Reklama qo'ymoqchi bo'lgan joyim qiyin. Qo'limga metr olaman, razmerlarni shuni o'lchayman, reklamachiga olib berib shuni aytaman razmerlarni. O'zi nimadirlar qilib beradi endi.